Hop, ushbu darsimizda o'tgan safar sotuv qismi bilan shug'ullangan bo'lsak, endi purchase qismini, ya'ni xarid qismini ko'rib chiqamiz. Xarid qismi uchun sotib olish degan bizda предложение bor, modul bor. O'sha modulga kirib olamiz. Bizda kirganimizda hamma sotuv buyurtmalarimiz turadi va yuqori qismda yangi xarid buyurtmalari, narx so'rovini yuborish, kechikkan narx so'rovi va boshqa statistik ma'lumotlarni ko'rib turishimiz mumkin va bizda bir qancha ko'rinish turlari bor. Kanban yoki bo'lmasam va boshqa bir qancha analitik bizda ko'rishimiz mumkin bo'lgan ko'rinish turlari bor. Mana misol uchun bizda ushbu grafik ko'rinish turiga o'tganimizda bizda har bitta vendordan, ya'ni поставщикdan qanday mahsulotlarni olganmiz va necha pulga ular bilan savdo qilganmiz, shu narsalar statistikasini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Hop, keling zakaz yaratib ko'ramiz, ya'ni sotib olish uchun biz kimdan olmoqchimiz? Almalik Tex degan do'kondan hop, nima olmoqchimiz? Katalogidan tanlashimiz mumkin bo'ladi. Hop, Almalikda bizda двухсторонний skoch bor ekan. Keling, двухсторонний skochdan sotib olib ko'ramiz. Bizda mana 5 dona qo'shildi. Qachon yetib keladi? Kutilayotgan yetib kelish sanasi bizda bugun belgilangan. Keling, biz ertani belgilab qo'yamiz. Ertani belgilab qo'ydik va bizda hop, manbalar va boshqa kerakli ma'lumotlar bo'lsa qo'shishimiz mumkin. Saqladik va buyurtmani tasdiqlashni bosamiz. Avtomatik kvitansiya yaratiladi. Omborxona uchun vazifa, ya'ni shu mahsulotni biz omborxonaga kiritishimiz kerak bo'ladi. Biz omborxonaga kiritishimizdan oldin bitta sifat tekshiruvini amalga oshirish kerak bo'ladi. Hop, keling, buni boshqa qismda ko'rib chiqamiz. Xarid buyurtmasi yana birini ko'ramiz va bizda bu avtomatik уже xarid buyurtmasi yaratilgan va omborxonaga qabul qilingan. Keyingi darslarda biz omborxonaga qabul qilishni ko'rib chiqamiz va qabul qilingandan keyin xarid qismida qanday vazifalar bajarishimiz kerak, shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Hop, hisob faktura yaratish, ya'ni biz invoice yaratamiz to'lovni amalga oshirish uchun. Invoice yaratilmoqda, ya'ni 17.160.000 so'm uchun. Hop, bizda biroz nosozlik. Hop, bizda invoice yaratilmoqda 17.160.000 so'm uchun. Hop, Marg'ilon karkas spinkadan qachon? Bugun biz invoice'ni yaratyapmiz. Qabul qiluvchi bank akkauntlarini kiritamiz va saqlaymiz va bizda buxgalter buni tasdiqlaydi. Tasdiqlandi va biz to'lovni kompaniya o'tkazgandan keyin to'lash tugmasini bosamiz va kassa orqali to'ladik. Ya'ni bizda to'lov amalga oshirildi. Bizda to'lovlar qismida qancha pul to'laganimizgacha bizda ko'rsatib turadi va ortga qaytadigan bo'lsak, bizda kvitansiyalarimiz, undan tashqari hujjatlarimizni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop,
va bizda shu bilan xarid qismi yakunlanadi. Rahmat.